Ba'zi filmlar odamni shunchaki yig'latadi. Lekin bu film sizni ancha vaqt prosta sukut saqlab o'tirishga majbur qiladi. Ayol qismati naqadar bir og'ir, ta'sirli va eng achinarlisi bu real voqeada asoslangani. Ya'ni bir payt o'ylab ham qolasiz, bir odamni boshiga shuncha kulfat, shuncha sinov tushishi ham mumkinmi deysiz. Tag'in ayol. Ra'no Shodiyeva betda bu rolni yashab o'tgan xuddi. Og'riqni, ichidan singanini ko'zi bilan ko'rsatib berishi, ba'zi ssenalarda indamasdan og'riqni tomoshabinga yetkazib berishi bu oliy toifa. Juda ta'sirlandim bu kinodan. Lekin bir tarafdan shukr ham qildim. Yashayotgan sharoitimizdan, yashayotgan tinchligimizdan. Har doim hamma yoqda tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin. Bu juda qo'rqinchli holat ekan. Bu kinoni ko'rib bo'lib shuna xulosaga kelasiz, albatta.